Oy, mana o'sha biz kutgan legendarniy joyi. Soat 1:18 o'tdi. Yomg'ir ham vashli zo'r yog'yapti. Bugun umuman ishlamaymiz. Davay bugun polni davonamiz. Ana. Bugun challenge'imizning o'zi 21-kuni bo'lsa ham 21 kun davomida bir marta ham o'z dam olganimni qo'ymagan ekanman. Bugun damni qanaqa o'tkazishimni ko'rsataman sizlarga. Mana shu kinoni ham lekin ancha sog'inuvdim bor, bir bitta ko'rib olmasak bo'lmaydi. Sizlar meni o'rnimda bo'lganinglarda qaysi kinoni ko'rgan bo'lardinglar? Qani kommentariyga yozinglarchi. Как раз mana sizlarga Lilini doktordan keyingi holatini ham ko'rsatdim. Mana yunglarni ham olib tashladi. Ha, Lili? Yamancha ochilishni boshlayapti ko'rsangiz. Shunaqa, agar sizlar ham o'sha kinoni ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana Telegram kanaliga tashlab qo'ydim, bemalol o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Mana soat 10:09 bo'ldi. Bugungi dam olganimiz yetadi. Xudo xolisa ertadan yana ishlashni boshlaymiz.